Assalomu alaykum buvijon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Hamma mehmonga ketdi, ikkalamiz qoldik. Qornim ochdi, nimadir pishirib bering. Bolajonim, nima pishirib bering? Mana buvijon. Qani, nima ekan bu? Barbekyu. Yo'q buvijon, bu barbekyu emas, bu barbekyu. Voy, o'zing ham o'zbekcha zo'rg'a gapirasan-ku. Yoniga cheslovli kartoshka ham qilib beraymi? Ha, bo'ladi. Xo'p, bugun eng kichkina nabira bilan iftorlik tayyorladik. Nabira bilan gaplashish jarayonida ona tilimizni zo'rg'a gapirayotganini ko'rib, ozgina xafa bo'ldim. Boshqa tillarni o'rganayotgandan xursandman. Lekin ona tilimizni unutib qo'yish kerak emas. Farzandlarimiz bilan ko'proq ona tilida gaplashib, ravon so'zlashishni o'rgataylik. Yana bir narsa, hozirda bolalar tez tayyor bo'ladigan zararli ovqatlarga o'rganib qolishgan. Bu mahsulotni ham shunaqa deb o'ylasam, tabiiy qo'y ichagiga haqiqiy pokiza go'shtdan solib tayyorlanar ekan. Nabiram esda qoladigan iftorlik bo'ldi. Mazza qilib ovqatlandik. Busi bilan bolaligi o'tganlar shirin xotiralarni yozib ketdilar. Vau, buvijon, zo'r chiqibdi. Ol bolam. Siz boshlab bering. Bismillah. Juda mazali. Bismillah. Qanaqa so'lishni ekan buvijon? Bitta yurakcha va shirin so'zlaringlarni kutib qolaman.